Rossiya va Eron ittifoqi fosh bo'ldimi? Ukraina kutilmagan hujum boshladi. Putinning yangi rejasi: 30 ming Shimoliy Koreya askari urushga kirishi mumkin. Asr ajrimi: milliarder sobiq xotiniga 644 million dollar to'laydi. Rossiya va Eron ittifoqi fosh bo'ldimi? Ukraina kutilmagan hujum boshladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Eronni sun'iy yo'ldosh razvedka ma'lumotlari bilan ta'minlaganini da'vo qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu ma'lumotlar Eronning AQSh va uning ittifoqchilariga qarshi harbiy urushni rejalashtirishda qo'llanilgan bo'lishi mumkin. Rossiya hozircha bu da'volarga rasmiy javob bermadi. Shu bilan bir vaqtda Ukraina xavfsizlik xizmati Kaspiy dengizida Rossiya uchun harbiy yuk tashishda foydalanilgan deb ta'riflangan Eron kemasiga zarba berilganini ma'lum qildi. Eron rasmiylari hujum oqibatida bir dengizchi halok bo'lganini bildirgan va voqeani xalqaro huquqning buzilishi sifatida baholab, Ukraina diplomatik vakilini Tashqi ishlar vazirligiga chaqirgan. Tahlilchilarning fikricha, agar Zelenskiy ilgari surgan da'volar tasdiqlansa, bu Rossiya va Eron o'rtasidagi harbiy hamkorlik avval o'ylangandan ham chuqurroq ekanini ko'rsatishi mumkin. Biroq hozircha bu ayblar mustaqil manbalar tomonidan to'liq tasdiqlanmagan. Ayni paytda xalqaro hamjamiyat vaziyat rivojini diqqat bilan kuzatmoqda. Rossiya, Ukraina va Eron bilan bog'liq ushbu voqealar nafaqat Yevropadagi urush, balki Yaqin Sharqdagi xavfsizlik muhitiga ham ta'sir qilishi mumkin. Putinning yangi rejasi: 30 ming Shimoliy Koreya askari urushga kirishi mumkin. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya yaqin vaqt ichida 30 minggacha Shimoliy Koreya askarini urushga jalb qilishni rejalashtirayotganligini ma'lum qildi. Uning aytishicha, bu qo'shinlarni qabul qilish bo'yicha tayyorgarlik ishlari allaqachon boshlangan. Zelenskiy ma'lumotiga ko'ra, Rossiya Shimoliy Koreya bilan harbiy hamkorlikni yanada kengaytirmoqda. Gap faqat askarlar haqida emas. Ukraina tomoni Pxenyan Rossiyaga qo'shimcha qurol aslaha, jumladan ballistik raketa uchirgichlari va o'q-dorilar yetkazib berishga ham tayyorlanayotganligini da'vo qilmoqda. Bu Rossiya va Shimoliy Koreya o'rtasidagi ilk harbiy hamkorlik emas. Avval ham Shimoliy Koreya askarlari Rossiyaning Kursk viloyatidagi janglarda qatnashgani haqida Janubiy Koreya razvedkasi, AQSh va boshqa g'arb davlatlari ma'lumot bergan edi. Endi esa Zelenskiy bu safar gap 30 minggacha yangi harbiy xizmatchi haqida ketayotganini aytmoqda. Hozircha Kreml ushbu bayonotga rasmiy javob bergani yo'q. Mustaqil manbalar ham Zelenskiy keltirgan raqamni hozircha to'liq tasdiqlamagan. Biroq tahlilchilarga ko'ra, agar bu da'vo tasdiqlansa, urushning ko'lami va xalqaro xavfsizlikka ta'siri yanada kuchayishi mumkin. Asr ajrimi: milliarder sobiq xotiniga 644 million dollar to'laydi. Janubiy Koreya tarixidagi eng qimmat ajrimlardan biri yakunlandi. Mamlakatning eng boy biznesmenlaridan biri Si Group raisi Che Tae-won sobiq turmush o'rtog'iga qariyb 644 million dollar to'lashga majbur bo'ldi. Sud qarori 24-iyul kuni e'lon qilindi. Che Tae-won va sobiq prezident Ro Tae uning qizi Ro So-yeon 34 yil birga yashagan. Ularning ajrim jarayoni esa deyarli 10 yil davom etdi. Mojaro 2015-yilda milliarder boshqa ayoldan farzandi borligini ochiq tan olganidan keyin boshlangan. Oradan 2 yil o'tib, u rasman ajrashish uchun sudga murojaat qilgan. Yakuniy qarorga ko'ra, Che Tae-won sobiq xotiniga 444 milliard won, ya'ni taxminan 644 million dollar to'laydi. Bundan tashqari, u ma'naviy zarar uchun ham alohida kompensatsiya to'lashga majbur etildi. Mutaxassislar bu qarorni Janubiy Koreya tarixidagi eng yirik ajrim to'lovi deb baholamoqda. Sud kompaniya boshqaruviga ta'sir qilmaslik uchun to'lovni aksiyalar bilan emas, balki naqd pul shaklida to'lashni belgiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Xayr salomat bo'ling.